Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlarga 600 kvadrat metr bo'lgan o'sha orqamdagi hovli joy sotuvga chiqdi. Gaz, suv, svet, hamma narsa bor. Toshdan arendini ham hozir aytib o'tamiz. Yangiariq tumani Chakirda bo'ladi do'stlar. Menimcha ko'pchilik Stroylandiya, Ostona metalni biladi. O'ng tomonimizda Chakir yo'li bo'ladi, Saray to'yxonasi. Shundan sal o'tgandan keyin Voda kanali bo'ladi, Sho'raydara bo'ladi o'ng tomonimizda. Shu Voda kanalining yon tarafidan kirib kelinadi. Bunda zakash bo'ladi. Ya'ni birinchi aylanma desak bo'ladi. Shu o'ng tomoniga qaralsa, ishordan olsa. Gazdan svetidan muammosi yo'q. Endi 600 kvadrat metr dokumentalni bo'ladi ekan, lekin yon taraflari, orqa tomoni doji 2000 kvadratdan o'tadi ekan, egasini aytishi bo'yicha do'stlar. Havoli teki yerlar. Birinchi orqa tomondan boshlayveramiz, kelinglar. Yine xolasizlardan bir Soy kursazda bo'ladi, dokumentlarni bir saqlashtirib bersangizlar, shipirib bitgan yer. Tarafınızı gönderir, tayyor bo'lib tutgan yerlarni bir qarashga qatib bersangizlar, ham vaqtida bir balkon qo'zg'alib ochtirgan ekanlar beni, yana o'rdaklar suzib yuribdi. Ko'rarsiz do'stlar. Ne olsun? Xalaslar gömdirib biladilar, yakmasa. Bunday toprak tayyor ekan. Xalasizlar gömdirib beraverasiz. Tayyor, xo'jalik bu tarafda yonchasi bor ekan, tapchalar qo'yib, nur o'tiradigan mesaj bor. Bunlar muammosi bo'lmaydi. Muhimi do'stlar, gaz, suv, svet hamma narsa bor. Kvartira emas, hovli joy. Hazır yashaysizlar bu yerda. Bu tarafda garaj bo'ladi. Hozir garajdan bir ko'rsatib o'tamiz. Ajoyib eshiklari qo'yilgan. Agarda sizlar ham shunday darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Sadullah demir eshiklaridan murojaat qilsangiz bo'ladi do'stlar. Shunday sifatli darvozalarni o'rnatib beradilar. Yine birimiz garajdan polisi bir mashin sig'ib turadi. Kattagan ekan, ajoyib basarlar. İslam doğru imlisine uğradı ekanman. Eldeki yengine nafs yaşa qilib şaraylat qo'ysangiz bo'ladi. Vodafrod internet hamma narsa bor, imlatdashi skochnisam yetibdi yani tomonini ko'rsatdilar. Bismillah. Uyimizga kirganimizdan shunday do'lon bo'ldi ekan kattagina. Bu tarafdan televizorlar qo'yibdilar. Oynalari umuman ichalari ham bor. Bo'g'imizdan boshlagan bo'lsak, bo'g'imizda xolasizlar bir zal ya spalnik qilsangiz bo'ladi. Üst sırası koyulan içinin neseleri gelişirse kalad dediler. Ne o gitedi, ne o kaladı, günü kesimine savaşa arası. Acayip eşikler koyulan eken sıfatlı. Güzelce görüp baka verir arası. Acayip basınılan karanlığa doğru natijonu tartı verir arası. Parka, salka, ya bir panel, buramanda bir ümit istedim dostlar. Bildiğim bana da gelmiyor. Ondan Spaniyası bu arada. Spaniya'dan çok. Şimdi biz soğuk soru verseniz de abi oldu. Gidiyor tabi 80% işler bitken la. Sonra işler bitken tiyar. Bağımızda samız yeri boladı. Siyaşya bot tiyar tuttu. Ya. Birden oturadığım meslaları var. Çarlar söz koydular ve bağımızdan bir gösterici olan. Yani bağımız kuhnası ilk kuhnadan Evançaya çıkış xotan kaldırılgan boladı. Ve bağımız gösterib o'tganimizning bog' tomoni bo'ladi yana. Bir gösterib bersangiz bo'ladi. Ko'rarsiz bo'lsa, havoli texnik joylar bo'ladi. Tanishtirarsa mendan gösterib berish 600 kvadrat degan bilan 2000 kvadratdan o'tadi deb tutdi egasi. Tanishtirarsa adresini bildingizda Yangiariq Chakirda bo'ladi. Voda kanalining yon tarafidan kirib kelinadi. Variantlarga keladigan bo'lsak, hamma variantdan bor ekan, bemalol telefon urib so'rasangiz bo'ladi. Bu videomiz esa shunday chiroyli, fayzli xonadan izlab yurgan yaqin do'stlar bilan ko'rasiz. Sog'inglar, salomat bo'linglar.